Biz 39-maktabda edik, Uchqo'rg'ondagi. Shu Gulnoza opani topdik. Eshitishimizcha, eng boy o'qituvchilardan ekansiz. Xudo xohlasa, ha, Ko'z shunday. tegmasin. Rahmat. Nima, tajribangiz necha yillik mana shu sohada? Tajribam 2008-yildan beri shu sohada ishlayman. Mana 17-18 yil bo'ldi. Hop. Shu darajaga erishdik, oliy toifa. Oliy toifa 70% ustama, milliy sertifikatim bor. Hozirgi kunda vazir ustamasiga da'vogarman. Yaqinda suhbat bo'ladi, shunga tayyorgarlik ko'ryapman. Bilmadim endi, sal qo'polroq savol beray. Sizga o'xshagan oilagi yaxshi ustoz, oilada o'rni qanaqa bo'lar ekan, mahallada o'rni qanaqa bo'lar ekan? O'zingiz nimalarni sezyapsiz? Endi har narsa moliyaviy tomonga bog'liq. Oilada moliyaviy tomondan ancha katta yordam bo'lyapti. Moliyaviy tomondan kuchli bo'lganingizdan keyin o'zingizga ishonchingiz ham kuchayadi. Oilada albatta obro'yingiz baland bo'ladi. Gap yo'q. Farzandlaringiz masalan oldin qaysi boshqa sohalarni tanlagisi kelgan bo'lsa, hozir farzandlaringiz, o'quvchilaringiz orasida o'qituvchi bo'laman, ustoz bo'laman deganlar bormi? Farzandlarim hali kichkina, endi katta bo'lishyapti, lekin o'zim o'quvchilarimdan so'rashadi, savol berishadi. Aya qancha oylik olasiz deb aytganimdan keyin o'sha o'zlari bilmagan holatda havas qilishyapti. O'sha siz darajangizga yetsin, yetaylik ustozlik oxirida o'sha gaplarni aytishyapti. Bundan rosa xursand bo'laman, chunki ustozga havas qilgan odam albatta o'sha orzusiga yetadi.